Bugun yana sizlar bilan o'sha top 10 talik bo'lgan eng kuchli personajlarni top 10 talik ranking qilib chiqaman Paftorni. Chunki o'tgan safargi videomda ko'rgandinglar, men bu Luffy 2 marta chiqqan edi. Bu Hasan Husani bormi buni bilmayman. Effekt o'tgan safar meni aldagan. Bu safar umuman aldolmaydi, ishonaveringlar. Shuning uchun men 8-o'ringa qo'yib turaman. Bilaman One Piece'ni juda ham yaxshi ko'rasizlar, lekin men bu sotilgan effekt nimadir bo'lgan. O'tgan safargi personajlar chiqarib, akasi yana boshlanaman bunaqasidan qilib. Nu mayli, akasi ham ancha-muncha kuchli Demon Slayer ko'rgansizlar, sizlar bilasizlar. 4-o'ringa qo'yib turaman. Bu safar aldolmaydi meni 9-o'rin. Xafa bo'lmanglar. Sasuke. Nуда sana vaqtida men seni fanating bo'lganman. Nуда Naruto animesida sen yaqqol eng kuchli personajlardan biri bo'lgansan. 7-o'rin. Sandan ham kuchli personajlar bordi. Chunki ana boshlandi yana. Hasan Husan desam ishonmaysizlar. Luffy, короче, One Piece animesidagilar ko'rganlar, o'zingizlar aytinglar, nima bu garchilik bu. Buni Hasan desam Husani ham bor-ku bu. Qanday bu animeda yo bir ko'rgan bo'lsanglar aytinglar, ming nechinchi qismda buni egizi chiqadimi nima? Dadasi buni ko'chada mayli 6-o'rin. Qaytib chiqmaydi degan umiddaman. O ana bizning Goku 1-o'rin. Endi ham to'g'ri ish qildim men. Ishoninglar, Naruto, o'zimaki Naruto 3-o'rin. 2-o'ringa bu effekt Paftor qaytaverar ekan, 2-o'ringa Gojoni qo'yaman. Oldindan nima bo'lishini his qilib turibman, chunki men bilaman 10-o'rin uzr so'rayman Attack-Titan fanatlari sizlardan. Mayli 5-o'rin. Qaylar Gojo chiqadi, chunki bu effekt bir xil ekan. Tajiro. Mayli. Meni qanaqa qilib so'ksanglar ham roziman kommentariyada. Bilmadim, faqat menga shu odamlarni ko'rsatib berdi. Har doimgidek shu effektga kirganimda menga shu anime personajlarining bosh qahramonlarini chiqarib beryapti, tushunmadim. Keyingi epiklarda bunaqa narsalar chiqmaydi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Xatolarim bo'lsa yozib ketishinglar mumkin, bittalab o'qib chiqaman.